Assalomu alaykum. Men Zaripov Akobir, Namangan viloyati Mingbuloq tumani 14-maktabning 10-sinf o'quvchisiman. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum Muxtarjon, yaxshimisiz? Zaripov, keldingizmi? Keldim. Bugungi darsdan keyingi rejalarimiz qanday? Bugun darsdan so'ng Prezident iqtidorli farzandlari dasturi ishtirokchilari Ismoilov Sardor Sidiqbay va Muslimani 9-sinflarga prezentatsiya ishlarini ko'rib chiqmoqchi edik. Yaxshi, o'qishlarga omad, darsdan keyin ko'rishamiz unda. Bo'ldi, ustoz. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Kecha tadbirda qo'shiqda ham juda chiroyli ijro etdi. Bu dargoh men uchun aziz va qadrli. Bu yerda juda ko'plab xotiralarim o'tdi. Men kelajakda huquqshunos bo'lishni reja qilganman. Shu sababli 6-sinfdan buyon bunga harakat qilib kelmoqdaman. Buning natijasi sifatida 2024-2025, 2025-2026 o'quv yillarida ketma-ket huquqshunoslik fanlari bo'yicha fan olimpiadalaridan viloyat bosqichida 2-o'rinni egalladim. Bundan tashqari o'zbek tili va adabiyoti, tarix, matematika, ingliz tili fanlaridan milliy sertifikatim mavjud. Elsevar jamoamiz bilan juda ko'plab tanlovlarda ishtirok etib kelyapmiz. Jumladan Yashil chiroq musobaqasi, To'ron maktab teatr tanlovi va boshqalar. 2026-yil mart oyida kelgan maktab maslahatchisi lavozimida Mushtariy Alijanovna bilan ko'plab respublika tanlovlarida ishtirok etdik. Jumladan tumanimizda bo'lib o'tgan iqtidor maktab ansamblida 2-o'rinni egalladik. Shular bilan to'xtab qolmay, bundan ham yuqori natijalarga erishishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Zilola Azimovna. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Kelinglar, o'tiringlar. Mana iqtidor maktab ansambli tanlovida faxrli 2-o'rin olganinglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim bunaqa yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Mushtariy Alijanna, sizga ham ishlaringizga omad, kuch-quvvat, bundan buyog'iga astoydil bo'linglar. Mana shu kichkinagina sovg'ani qabul qilib qo'yasizlar deb. Bizning maktabimizda Akobir kabi iqtidorli yoshlar juda ko'p. Mana shunday iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash bizning asosiy maqsadimizdir.